Hop, azizlar, ko'pchilik tradingni grafik analizlarni o'rgatadi, lekin asosiy bozorga psixически tayyor bo'lishligini hech kim o'rgatmaydi. Bizning darsligimiz asosan insonlarni foydaga olib chiqish va bu yerda ilm ham, disiplina ham va psixologiya ham katta rol o'ynaydi. Bir-biriga bog'liq. Ilmingiz bo'lib, agar unga amal qilmasangiz va disiplinani ushlamasligingiz bu sizni ruhiy tushkunlikka olib keladi. Ya'ni psixически buziladi va siz to'g'ri bo'lgan yechimni qila olmay qolasiz. Va hattoki olishlik kerak bo'lgan yerda sotib olishlikka qo'rqib qolasiz. Shuning uchun men o'zimni darsligimda sizlarga mana bu narsalarni ko'rib chiqishlikni, o'rganib chiqishligini maslahat beraman. Hop, boshlang'ich trader. Boshlang'ich trader savdoga qiziqtirishi. Ya'ni traderlar doim nima qiladi? YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'lardan ko'p traderlarni ko'radi-da va ularni soxta bir mashinalari, balki rostdir, mumkin yolg'ondir. Ya'ni mana bu narsalarni ko'rib savdoga qiziqadi va men ham mana shulardek bo'laman deb harakat qiladi. Asosiy narsani esdan chiqaradi-da, ya'ni qimorga tushib qoladi. Bu esa boshlang'ich treyderning xatolaridan bittasi. Ya'ni savdoga qiziqadi, lekin konseksiyalarni umuman tuzmaydi, savdo planlarini umuman tuzmaydi. Va biz hozir bu yerda ikki xil treyderni ko'rib chiqamiz. Biri foydadagi va ikkinchisi ziyondagi treyderni ko'rib chiqamiz. Boshlang'ich treyder savdoga qiziqqandan keyin o'zining savdo planlarini tuzadi. To'g'ri, tuzadi. Ular o'rgatgan ba'zi bir strategiyalarni, ba'zi bir nimalarni, ya'ni agar biz zinapoyani birinchidan 100 tagacha daraja deydigan bo'lsak, ular 50 darajalarni o'rgatadi. Va ular o'zi tushunib boradida, o'zi tushungan narsalarni sizga o'rgatadi, lekin siz buni boshlang'ich nimani bilmaganligingizdan noto'g'ri planlarni tuzasiz. Va siz o'zidan noto'g'ri plan, noto'g'ri strategiyalardan keyin nima qilasiz? Birinchi bitimingiz zararsiz yopiladi. Ikkinchisi zararda yopiladi. Muhimi nima qilasiz? Shu sizda qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv tufayli rejalarni e'tiborsiz qoldirasiz. Ya'ni bu o'zi sizning xatoyingizni boshlanishi. Bundan odam o'zini darhol to'g'rilab olsa to'g'rilab oladi yoki keyingi xatolar o'zi ketma-ketlik bilan kelib boradi. Bular nima? Omad uchun savdoga kirish bo'lib qoladi. Kishi o'zini yo'qotgan pulini tezroq o'rniga qo'yishlik uchun o'zi kattaroq risk oladi va noto'g'ri harakat qiladi va omad uchun kirish bo'lib qoladi. Ya'ni savdoga faqat omad uchun kiradi. O'zi u planlarni tuzgan planlarini mutlaq esdan chiqaradi va muntazam ravishda stop losslarga e'tibor bermay qo'yadi. Ya'ni umid ustida savdo bo'lib qoladi. Aytadi, stop qo'ymaydi, mana shu yerdan qaytib qolar, bu yerdan qaytib qolar, endi qaytib qolar degan narsada stop qo'ymaydi va oxiri nima qiladi? Katta pullarni yo'qotishlikka sabab bo'ladi. Va risk menejmentlariga e'tibor bermaslik. Misol uchun siz bir yerdan savdo qildingiz, yo'qotadigan pulingizni aniqlab oling. Va tabiiyki doim yo'qotadigan pulga 2 barobar, eng kamida 2 barobar agar siz eng bir zaif treyder bo'lsangiz. O'rta treyderlar 1 ga 3, 1 ga 5, 1 ga 10 yaxshi treyderlar hisoblanadi. Yo'qotadigan pulingiz $50 bo'lsa, sizni topadigan pulingiz $100 bo'lishlik kerak yoki $150 bo'lishlik kerak. Va siz mana bu yo'qotadigan pulingizni belgilab va topadigan pulingizni ham belgilab kirishligingiz kerak bo'ladi. Lekin mana bular nima qiladi? Boshida
xato o'sha oxirigacha keladida, o'sha risk menejmentlariga ham mutlaqo e'tibor bermay qoladi. Hisob kitob qilinmagan, hisobsiz bo'lgan pullar bilan kirib boradi va yo'qotishlari qaytadan, ya'ni kuchayib boradi. Va yo'qotishlarini qaytarib olish istagida savdo qiladi xolos. Ya'ni u mutlaq planni unutdi. Va qo'rquvlardan, o'sha yo'qotaverganidan katta zararlarga sabr qiladi. Endi kichkina zararlar, kichkina foyda bo'lib qolsa, sirasi nima qiladi? Sotib yuboradi. Ya'ni men buni o'zimni tajribamdan kelib chiqishlarga o'rgatyapman va mingdan oshiq shogirdlar o'qitgan bo'lsam, mana bularni asosiy xatolarni mana bular ekanligini o'zim guvohi bo'lib qo'yganman. Shuning uchun siz mana bu yo'nalishda ketadigan bo'lsangiz, siz nima qilasiz? Ziyondagi treyder bo'lib qolasiz. Xo'p, boshlang'ich treyder o'z savdolarga qiziqishi va planlarini tuzishi, o'zini ustida ishlashi. Ya'ni mana bu bilan buni farqida katta. Kishi strategiya o'rganadi, grafikni to'g'ri ko'rishligini biladi, lekin o'zini ustida ishlamaydi. Aytadiki, bo'ldi, endi men mana bundan faqat uchib boshlayman deydi. Yo'q. Kishi o'zini ustida ishlashi, o'zini disiplinasini yo'lga qo'yishligi, o'zini plan savdolarini qayerda kirishligi, qayerda chiqishligini, qancha pul yo'qotishligini to'g'ri qilib olishligi, bu o'zini ustida ishlash bo'ladi. Agarki xatolarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, darhol savdoni to'xtatadida qaytadan o'zini ustida ishlashni olib boradi. Undan keyin tuzilgan planlarga to'g'ri kelmagan bitimlarni mutlaq ochmaydi. Misol uchun siz bir plan qildingiz, bozor sizni aytgan yeringizga kelishlik kerak kelmasdan ketib qoldi. Va bu sizni planingizga to'g'ri kelmaganligini evaziga ikkinchi bitimni kutishlikka majbur bo'lasiz. Va bu odam esa nima qiladi? To'g'ri kelmagan bitimlarga, strategiyalariga, to'g'ri kelmagan nimalarda, to'g'ri kelmasa bitimlarga kirmaydi. Bitimga, savdoga plan bilan kirish. Ya'ni har bir kirayotgan savdoyingizni siz aniq planingiz bo'lsin. Kirishdan avval chiqishni o'ylang. Ya'ni kirishdan avval qayerda chiqishlikni siz ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va zararlarni chekish orqali savdo qilish. Tabiiyki siz o'zingizni umumiy depozitingizda $1000 bo'ladigan bo'lsa, siz buni qanchasini yo'qotishlikka rozisiz? Mana bularni siz nima qilasiz? Cheklaysiz. Chunki stop qo'ymagan, e'tibor bermagan, o'zini ustida ishlamaganlar bu bir aylanib kelib tamomiy umumiy depozitidan ayrilib qolishligi mumkin. Shuning uchun zararlar cheklaninsa, misol uchun $100 yoki $1000 yo'qotadigan pulingiz $10 yoki $50 qiladigan bo'lsangiz, siz 20 marta bitimga kirishlikka imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni sizga juda ham ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Tabiiyki, agar risk muvofiq hisoblangan risk menejmentni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, 20 ta сделкаning ichida siz aniq 10 tasida qozonarsiz. 50%da agar siz aytgan yerga boradigan bo'lsa ham siz umumiy foydada chiqib borasiz. Shuning uchun muvofiq bo'lgan hisoblangan risk menejmentni qilishingiz kerak bo'ladi. Muntazam daromad olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni muntazam siz o'zi aslan kishi nima uchun ochko'z bo'ladi? Yana deydi-da, aytilingan yerga kelgandan keyin tepasini olib yuboradi. Bu yana bozor ketadi bu deb turib tepasini olib boradi. Avval u bilim bilan kirganida keyin bozorni keskin oshib borayotganini ko'ryapti-da, bu menga ozlik qilib qoladi-da, men buni bu yerdan olib qo'yay, teparoqqa qo'yay deydi. Birinchisi bilim bilan kirilingan, bilim bilan qo'yilgan take profit edi.
ikkinchisi surib borishligi, bu уже hissiyotga berilib, ochko'zlik qilib bozoriga qarashidan kelib chiqadi. Va ikkinchi qilingan xato bu уже hissiyotga berilingan bo'ladi va bir aylanib kelib qarasa, bozor ana shu yerdan pastga qulab tushgan bo'ladi. Ya'ni u birinchi ko'rgan, birinchi qo'ygan tekbirofti to'g'ri bo'ladi, sababi u boshida bilim bilan qo'ygan edi. Va bu yerdan olib tashlaydi hissiyot bilan va bozor nima qiladi? Pastga qulab boradi. Katta foyda qiladi kichik zararlar. Ya'ni kichkinagina yo'qotish, kattagina foydalar. Ya'ni u degani 1 ga 10, 1 ga 5 ishlash. $10 yo'qotdingiz, 50 topdingiz. $10 yo'qotdingiz, $100 topdingiz. Mana bu esa foydadagi treyderlarning harakatlari. Tanlov o'zingizda. Men sizga ikki xil treyderni holatlarini ko'rsatib chiqdim. Agar zarar qilishni istasangiz, chap tarafdagi holatlarga amal qilasiz. Agar foyda qilishlikni istasangiz, o'ng tarafdagi amallarga amal qilasiz. Ya'ni ko'rsatilgan, aytilgan gaplarimizga. Shuning uchun doim kishi o'zini ustida ishlab, o'zini maqsadlarini qo'yib borishligi bu yaxshi. Maqsadsiz narsa bu shunchaki ishib borayotgan bir sharga o'xshaydi. Bir kun keladi, otiladi. Ya'ni ko'pikka o'xshaydi. Tradingni, mana bu darsliklarni siz bir maqsad bilan o'rganing. Bu sizga qimor emas, bu sizga bir hunar. Ya'ni mana bu hunarni o'rganishlik uchun agar siz biror bir kasb o'rganib, biror bir odamga shogird tushadigan bo'lsangiz, savdogar bo'lsin, biror bir hunarmand bo'lsin, siz u yerdan 1 yil eng kamida o'tirasiz. 1 yil, 2 yil u yerda o'rganganingizdan keyin o'zingiz alohida mustaqil do'kon ochgandan keyin sizga yana 1 yil, 2 yil kerak bo'ladi o'zingizni xaridorlaringiz, o'zingizni klientlaringizni, o'zingizni savdoyingizni yuritishligi uchun yoki ishingizni yuritishligi uchun sizga kamida 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Bu yerda nima qiladi? Instagramda, YouTube'dagi bir qisqa, bir katta bir ishirilingan o'zi ba'zida bir soxta bo'lgan narsalarni ko'radida va katta risklarni qiladi va tez boyib ketaman deydida va natijada katta zararlar qilib qo'yadi va aytadiki, bu o'sha qimor ekan deydi. Aslida unday emas. Shuning uchun siz o'zingizni planingizni, o'zingizni nimangizni qilishlik uchun sizga eng kamida 1 yildan 3 yilgacha, ba'zida 5 yilgacha vaqt ketadi. To'g'ri, 5 yil katta vaqt, lekin siz boshqa odamlarni qo'liga shogird tutsangiz ham mana bu narsa ketardi. Endi sizga imkoniyat bor. Bu narsa ishdan kelgan holatda uyda kuniga 1 soat, 2 soat shug'ullanib boradigan bo'lsangiz, 1 yil ham, 2 yil ham indamasdan o'tib ketadi. Va siz bir hunarli bo'lib qolasiz. Va siz o'zingiz guvoh bo'lasizki, mana bu gaplar haqiqatan to'g'ri aytilgan ekan. Agar bundan sekin kirib borganingiz yoki siz mumkin boshqa yerlarda o'rganib kelgan treyder bo'ladigan bo'lsangiz, 1 yil, 2 yilda ham zararda yurgan bo'lasiz va buni to'g'ri yo'nalishda kelmaganligi sabab bo'ladi. Shuning uchun doim biz shogirdlarimizga aytamizki, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha sabr qiling va o'zingiz ustingizda ishlang va bundan keyin sizni to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni bundan keyin o'zi siz nima qilasiz? Haqiqiy treyderga aylanasiz. Akalar, o'z darsligimizni shu yerda to'xtatamiz. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Va men 2-3 ta dars tashlayman. 2-3 ta darsdan keyin mana bunday ruhiy tayyorgarlik, psixik tayyorgarlik darslarini olib boraman. Tajribalarimni aytib beraman. Bozordagi qilingan, yo'qotilingan foyda, zararlarimizni nima qilamiz? Sekin-sekin ulashib boramiz. Salomat bo'lasizlar.